ergashmanglar deydi. Bu inson odam bo'lgan, tez inson, qilmanglar. Va mehmonlar milodiy 870-yilga kelib, shu paytda Buxoriyni shogirdlar ko'rib ko'rishgan ekanda Allohga duo qilayotgan ekan. Qo'llarini ochib duo qilgan ekan. Ey Allohim, mana shunday bir keng dunyo bizga tolib qilib huzuringga chaqirgan. Allohga duo qilgan ekan. Bu mehmonlar ana o'sha paytda Buxoriy bobomizga oldilariga Samarqand shahridan bir cho'pan jo'natishgan ekan. Hayit namoziga imom bo'lib mehmonlar keladi, rozi bo'ladilar va kun oldin tunda otlarni tayyorlab, otdan oyoqlarga bo'ladi. Uzangi deydi, bilan. Ana shu uzangisiga birinchisiga shuna oyoqlarni qo'yib, ikkinchisiga ko'tarib qo'llarini qo'chadi, otdan tushadi va hayotga va o'zlarining xohishlariga binoan aynan mana shu yerda Ayariq tumanining Qartang degan qishlog'ida kichik bir qabriston bor. Bugun kunda ham insonning qabrlari aynan mana shu. Endi mehmonlar hozirgi aytiladigan ma'lumotlarni mandan ham